Biz qizlar hozirga kelsam, qizlarim zakazlariga ulgurolmayotibdi. Do'konda hech narsa yo'q. Shuning uchun mana trayfelni bugun o'z qo'llarim bilan qilaman. Ko'rasizlarmi? Mana shunaqa katta biskvit, shokoladli biskvit pishiriladi. Mana buni maydalab, mana qaranglar, shundoq shokolad hidi kelib turibdi. Shokoladli biskvitga shundoq buni maydalab hozir svejiyligida bunaqa idishlarga qo'yib, solib sizlarga svejiy trayfelni o'z qo'llarim bilan qilib beraman. Kiyimga ham almashtirishga ulgurmadim. Parkentgami? Bo'ldi. Hop bo'ladida. Yurib beradi buni o'zlaricha o'tirib olib.